Ustoz, shu birgina so'z zamirida olam ma'no va hurmat mujassam. Ustoz bu o'zidan keyin har bir insonning hayotida sezilmas, ammo juda muhim iz qoldiruvchi buyuk zot. Zero har bir kasb egasi muallim qo'lida o'z yo'lini topadi. Inson yo'qki, ustoz muallim sabog'isiz kamolga yetgan bo'lsa. Insoniyat kamoloti uchun bilimi, iqtidori va hayotini baxsh etgan ustozlarning xizmatlarini hamma zamonlarda ham kishilar hurmatlab, o'zlarini esa e'zozlab kelishgan. Farzandlar ta'lim tarbiyasi yosh avlodni barkamol insonlar etib kamolga yetkazishga alohida e'tibor qaratish xalqimizning xos ezgu fazilatlaridan. Xalqimizning ustoz otangdek ulug' degan purhikmat naqlida ham o'qituvchi va murabbiylarga bo'lgan samimiy ehtirom namoyon. Ustoz deganda har qaysi inson ko'nglida chuqur hurmat, ehtirom va cheksiz minnatdorlik tuyg'ulari va shu bilan birga hech qanday boylik bilan o'lchab va ado qilib bo'lmaydigan qarzdorlik hissi paydo bo'ladi. Ustozlarimiz o'giti, keksalarimiz pand nasihatlariga amal qilib borsak, aslo kam bo'lmaymiz. Bu bilan ustoz va murabbiylarimiz oldidagi ilk burchimizni ado etgan bo'lamiz. Inson avvalo unga bilim va ma'rifat dunyosi sari yo'l ochib bergan, uning qalbiga yuksak insoniy fazilatlar hissini singdirgan, zahmat chekkan ustoz va murabbiylarga nisbatan ko'ngilda hamisha minnatdorlik tuyg'usi bilan yashagan.